Betonomeshalka yoki mikser qanaqa ishlashini bilarmidingiz? İchiga bitta nazar tashlab ko'ringlar. Ichida parreylari bor. O'sha parreylar betonni aylantirib, qorishtirib, qotib qolmasligini ta'minlab turadi. Lekin agar mikser bochkasi teskari aylanadigan bo'lsa, o'sha parreylar мясорубкаga o'xshab betonni tashqariga otib beradi. Endi savol, agar ushbu betonomeshalka ko'chada o'tbotda grujoniy buzilib qolsa, ichidagi beton nima bo'ladi? Kelinglar hozir shuni sho'pirlardan so'raymiz. Assalomu alaykum. Oka, mabodo yo'lda nimadir bo'lib to'xtab qolsangiz, beton qanchada qotib qoladi mikser ichida? 3 soat, 4 soat. 3 soat, 4 soat qotib qoladi. Qotib qolsa nima bo'ladi aka? Tozalash 1,5 ming dollar. Oka, tasavvur qilaylik, grujoniy siz ketyapsiz, yo'lda mashina buzilib qoldi. Qanchada qotib qoladi ichidagi? 3-4 soatdan keyin sekin o'zlari yaxshi. Qotib qolsa nima bo'ladi? Tozalab olsa 1000 dollar, bo'lmasa bochka almashadi. Voy, bochkani o'zi nech pul? Bochka 10 ming dollar. O'zingizlar guvohi bo'ldinglar, agar mabodo xudo ko'rsatmasin beton qotib qoladigan bo'lsa, 1,5 ming dollarga tozalashga to'g'ri keladi. Tozalab bo'lmaydigan bo'lsa, bochkani 10 ming dollarga almashtirishga to'g'ri kelar.